Yozgi liboslarimizda ko'p ishlatiladigan воздушный petlini tikish usulini bugun sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Matomizni kasoy holatida 2 sm chizib kesib olamiz. Tayyor bo'lgan kasoy tesmamizga orasiga qalinroq qilib 3-4 qavat qilib ipni qo'yib ketib tiksanglar, o'girishinglarga yordam beradi. Bunda eng ahamiyatli joyi mashinamizning chokini mayda chokka qo'yib olishimiz kerak. Agar yirik chokda tikadigan bo'lsanglar, petlilarimizni cho'zib taqilayotgan paytida chokimiz ochilib ketib, ishimizning sifatini xunuk ko'rsatib berishi mumkin. O'shaning uchun har doim mayda chokda tikinglar. Boyiga qo'yib ketgan ipimizning yordamida kasoy tesmamizni teskari qilib o'girib olamiz, o'ngiga o'girib olamiz. Ko'rib turganinglardek, bu juda ham oson bo'ladi. Petlilarimiz ham juda ham chiroyli va sifatli bo'lib chiqadi. Endi buni yana bitta qoidasi bor. Bu dazmol qilishdagi qoida hisoblanadi. Dazmol qilganda petlilarimizni dumaloq chiroyli chiqishi uchun dazmolimizni tekkizmasdan faqat parni o'zida par bergan holatda dazmol qilib olamiz. Tayyor petlilarimizni bir xil o'zimizga kerakli bo'lgan razmerlarda kesib olib, matomizga chizib yoki ruchkalarni yoki mellarni izini ketkazishda qiynalmaslik uchun mana shunaqa qog'ozda qilib olsak, razmerlari ham, oralig'i ham bir xil bo'lib, chiroyli bo'lib, ham oson chiqadi. Ko'rganinglardek, qog'ozni olib tashlash hech qanaqa muammo tug'dirmaydi. Osongina olib tashlashingiz mumkin. Shu yo'nalishda olayotgan videolarimiz sizlarga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, boshqa tikuvchi tanishlaringizga ham yuborib qo'yishni esingizdan chiqazmanglar. Inshaalloh ularning ham ishlari oson bo'lib, sifatli va chiroyli bo'lib chiqadi. Bundan keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun bizga podpiska bo'lib qo'yishni unutmanglar.